birinchi o'rinni qo'lga kiritgan Etak Beshkapa futbol jamoasini taklif etamiz. Ularga g'olib bo'lgan jamoaga diplom, esdalik sovg'alari, kuboklar muborak bo'lsin deymiz va ularni taklif etamiz mana bu sahnaga. Etak Beshkapa jamoasi an'anaviy davlat xavfsizlik xizmati kubogi musobaqasida Urgut tumanida o'tkazilgan musobaqada faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritdi. Jamoani tabriklaymiz va navbat bilan endi sahnaga taklif etamiz. Marhamat. Etak Beshkapa jamoasining futbolchilarini sahnaga taklif etamiz, ularni tabriklaymiz. Qiziqarli va murosasiz o'yinlardan so'ng jamoa faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritdi. Tabriklaymiz jamoani. Chiroyli o'yinlar ko'rsatib finalda g'olib bo'ldi. Albatta jamoa bu birinchi yil emas, ketma-ket g'olib bo'lib kelayotgan jamoani olqishlab turamiz. Etak Beshkapa jamoasi endi davlat xavfsizlik xizmati kubogi musobaqasining viloyat bosqichida ham ishtirok etadi. Albatta biz jamoaga omad tilaymiz. Ular birinchi o'rinda olishsa, davlat xavfsizlik xizmati kubogi musobaqasining respublika final bosqichida ham ishtirok etish imkoniyati bor. Jamoani tabriklaymiz. Ularga hozir diplom, medal, esdalik sovg'alari topshirilyapti va o'z navbatida birinchi o'rinni qo'lga kiritgan jamoaga musobaqa kubogi ham topshiriladi. Albatta hayajonli daqiqalar bo'ladi. Jamoani biz qo'llab-quvvatlab turamiz va viloyat hamda respublika final bosqichlarida ham ularga omad tilaymiz. Qadrli mehmonlar, aziz futbolchilar, demak jamoaga kubokni topshirishga ham yetib kelyapmiz. Birinchi o'rinni qo'lga kiritgan jamoaga davlat xavfsizlik xizmati Samarqand viloyati bo'yicha boshqarma boshlig'ining o'rinbosari Anvar Ahmadovich mana shu kubokni tantanali ravishda topshiradi. Aziz futbol ishqibozlari, qo'llab-quvvatlab turamiz jamoani. Tabriklaymiz.